Machka Gastus muzika ofitsialniy kanal yana taqdim etadi. Bitiruvchilar uchun maxsus. O'zim ham 1 yildan keyin bitiraman. Xullas 25-may. Birinchi sinfdan 9-sinfgacha bilim berganing uchun rahmat aytamiz. Maktab yana 10 yil o'qirdim, imkon berilganda qayta. Bir umrlik karmon bo'lar endi o'quvchilik paytim. 5 minutlikdan nafus biz uchun kamroq edi. Geografiya faniga kech qolgan ahmoq edim. Iltimos qilsak ham endi vaqt qaytmaydi ortga. Doimo kech qolib kirardim rostdan sinf soatga. Tezroq dars tugasa deya kutardik hammamiz. Biz uchun zerikarli tuyulardi hamma dars. Faqatgina jismoniy tarbiya biz uchun edi fan. Qochib ketgan darslarim uchun afsuslanyapman dildan. Bor yo'g'i 1 yil so'ng ketamiz har tomon. Ustozlar xursand bo'ling, sho'xliklarimiz ham tamom. Yana 1 yil chidanglar bizni sho'xliklarimizga. Maktabni tark etamiz yosh olib ko'zlarimizga. 25-may ketolmaymiz indamay. Ikkinchi uyim bo'lgan maktabim. 25-may yurak ketdi chidolmay. Ko'zimdan oqar ko'z yoshlarim. 2013-yil qadam qo'ygandik maktabga. Yangi do'stlar topgandik o'shanda biz maktabdan. Yozishni o'rgatdi, o'qishni o'rgatdi, sanashni o'rgatdi o'qituvchilar va maktab. Barchasi uchun aytamiz bugun yurakdan rahmat. O'qidik kitoblar, oldik 2 baholar. Kundalik kunga qadar tutgandik kundaliklar. Bu shunchaki maktabdan qoluvchi esdaliklar. Bor yo'g'i 1 yil so'ng ketamiz har tomon. Ustozlar xursand bo'ling, sho'xliklarimiz ham tamom. Yana 1 yil chidanglar bizni sho'xliklarimizga. Maktabni tark etamiz yosh olib ko'zlarimizga. 25-may ketolmaymiz indamay. Ikkinchi uyim bo'lgan maktabim. 25-may yurak ketdi chidolmay. Ko'zimdan oqar ko'z yoshlarim.